Aynan siz ko'rib turgan restoran ko'p qavatli uyning tom qismiga fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilgan. Bu esa uyning bardoshlilik darajasiga keskin xavf tug'dirmoqda. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbirlari davomida Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyning tom qismida shaharsozlik qoidalariga zid ravishda fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan restoran qurilganligi aniqlandi. Bunday holatlar nafaqat shaharsozlik me'yorlari va qonunchilikka zid, balki ko'p qavatli uylarning konstruktiv bardoshlilik darajasiga bevosita tahdid soladi. Bu esa o'z navbatida yuzlab aholi yashayotgan uylar xavfsizligiga putur yetkazadi. Shota Rustaveli ko'chasi 136-1-uyning 14-qavati qilib, huquqbuzar shaxs tomonidan oynavand qurilma qurilganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan mas'ullarga tegishli yozma ko'rsatmalar berilib, bartaraf qilish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Agarda ushbu ko'rsatmalar belgilangan muddatda bajarilmasa, huquqbuzar shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari qo'llaniladi hamda mazkur holatni majburiy tartibda bartaraf etish yuzasidan to'plangan hujjatlar huquq-tartibot organlariga taqdim etiladi. Shaharsozlik normalarini mensimaslik, o'zboshimchalik bilan qurilish ishlarini amalga oshirish bu jiddiy qonunbuzarlikdir. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyalari tomonidan bunday holatlar qat'iy nazoratga olinadi hamda noqonuniy holatlarga belgilangan tartibda qonuniy ravishda keskin choralar ko'riladi.